7 qavatli elitniy g'ishtli lifli domning 7-qavatdan umumiy maydon 100 metr kvadratni o'z ichiga joylagan 3 xonali yevro ta'mirlangan studiya format holatdagi xonadonimiz sotuvga chiqdi. Asosiy kiraverish qismidan bizni zerkalli oynalarda ishlov berilgan koridor kutib oladi. Kiraverishdan kattagina studiya format holatdagi hol qismimiz, kuxna mebellarimiz qilingan holatda hamda TV zonalarimiz mavjud. Proyektni esa batafsil birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosiy mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, umumiy holatdagi sanuzel qismimiz. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, devorlarimiz italyanskiy atachento uslubida ta'mirlangan, oyoqdagi to'liq laminat holatda. Derazalarimiz 2 qavatli akfa plasromlardan. Asosiysi domestik foydalanishga topshirilgan kadastr hujjatlarimiz tayyor. Maktab bog'cha manarsa dostupni joyga joylashgan yo'l yoqasidan 2-liniya. Bolalar yotoqxonasi 3 xonalik uchun ideal proyekt. Ko'rib chiqilgan kuxnya hamda kattalar yotoqxonasi. Umumiy holatdagi sanuzel qismimiz pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan holatda. 65 ming dollarga baholanayotgan ushbu 3 xonali xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.